Türk saqchilarning namoyishda Uyg'urlarga qattiq qo'lliq qilish sababidan Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu kechirim so'radi. 24 noyabr Urumchida yuz bergan o't ofati sababidan kelib chiqqan tragediya munosabati bilan norozilik bildirish uchun 30 noyabr kuni Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida jam bo'lgan Uyg'urlarni Turk saqchilari qattiq qo'lliq qilib tarqab ketishga zo'rladi va tutqun qilib chegaradan chiqarib etish bilan tahdid qildi. Sulaymon Soylu bayonotida saqchilarning bexatarlikni qo'g'dash jarayonida eg'izdan chiqqan ba'zi ifodalar maqsaddan olqib ketibdi degan va bu ko'ngilsiz voqea ustidan tekshirish elib berish boshlanganligini bildirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy ayrimchilikni ko'zatish komiteti bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Uyg'ur avtonom rayonidagi qiyin qistoq, nachar muomala, jinsiy zo'ravonlik, majburiy emgak, izderaksiz g'oyib qilib o'tish qilmishlari ustidan tekshirish elib berishga chaqirdi. Shundaqla lager yoki boshqa tutib turish o'rinlaridagi erkinligidan xohlagancha mahrum qilingan barliq tutqunlarni darhol qo'yib berishga chaqirgan. Irqiy ayrimchilikni tugutish komitetining bu bayonoti Birlashgan Davlatlar Tashkiloti apparatining Birlashgan Davlatlar Kishilik huquqiy oliy komissari ishxonasining bu yil 31 avgust e'lon qilingan Xinjiang doklatidan biri e'lon qilingan kuchli chaqiriqdir. Xalqaro taratqulardagi uchurlarga qaraganda Xitoy Kompartiyasi va davlatining sobiq raisi Jiang Zemin 96 yoshida o'lgan. Xitoy davlat taratqullari Jiangning o'lish sababining oqqon kesili yoki ko'p a'zoning zaiflashishi deb e'lon qildi. 1993 yildan 2003 yilgacha Xitoy raisi bo'lgan Jiang Zemin 1989 yildagi Tiananmen maydoni qirg'inchiligida to'kpi ko'rsatib, hokimiyat beshiga chiqqan. Jiang hokimiyat yurgizgan yillarda 1997 yili Sharq Turkistonning G'ulji shahrida yuz bergan 4 fevral voqeasida minglagan Uyg'urni o'ldirgan, minglagan kishi qo'lga ilinib turmaga tashlangan. Egilishicha Xitoy va Rossiya bombardimon aeroplanlari Yaponiya dengizi va Sharqiy Xitoy dengizida manevr o'tkazgan. Yaponiya davlat mudofaa ministrligi aeroplanlarning Yaponiya davlat tavalligiga daxl-taruz qilganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga chet el aeroplanlarining harakatiga qarata Yaponiya havo mudofaa armiyasining urush aeroplanlarining rayonida uchganligi bayon qilindi. $1 million bexatarlik kelishimi Nigeriyaning Kogi shtat hukumati Xitoy bilan bexatarlik masalasini hal qilish uchun $60 million kelishim imzoladi. Kogi o'lkasining bexatar mas'uli Abdukarim Siyaka bayonotida u o'lkadagi terrorchilar va qurolli guruh a'zolariga qarshi turishda yuqori texnikani ishlatish to'g'risida Xitoy bilan $60 million kelishim tuzganligini aytdi. Xitoy doiralari davlat miqyosida necha 10 yildan buyongi eng keng ko'lamlik namoyishlarni chet el kuchlari deb atadi va Xitoy virusining cheklamasidan to'ygan minglagan Xitoyning isyoni dushman kuchlarga singib kirish va buzg'unchilik qilish harakati deb tasvirladi. Doiralar namoyishni qattiq bostirish signali berdi.